Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan biz matematika va uni o'qish metodikasi fanidan asosiy miqdorlar va ularni o'rgatish metodikasi mavzusi bo'yicha gaplashib o'tamiz. Demak, asosiy miqdorlar buyum va hodisalarning son bilan ifodalanadigan o'lchov hisobi hisoblanadi. Boshlang'ich ta'limda miqdorlar amaliy matematik tafakkurni shakllantiradi va hayotiy muammolarni modellashtirishga xizmat qiladi. Asosiy o'quv dasturidagi asosiy miqdorlar uzunlik, massa, vaqt va hajm birliklarini o'z ichiga oladi. Uzunlikning o'lchov birliklari esa biz boshlang'ich sinflarda santimetr, desimetr va metr tushunchalarini kirib o'tamiz. Xo'p, santimetr, desimetr, metrlarni biz chizg'ich bilan o'lchash va natijalarni yozishga o'rgatar ekanmiz. Xo'p, massa o'lchov birliklaridan esa gram va kilogram, qo'lda solishtirish, tarozi bilan amaliy mashg'ulot o'tash kabi ko'nikmalarni o'rgatar ekanmiz. Vaqt o'lchov birliklaridan soniya, daqiqa, soat, kun, hafta, oy, yil, vaqt, ketma-ketlik va soatga o'rgatishlar o'rgatilar ekan. Hajm o'lchov birliklaridan litr va millimetr, idishlarga qo'yish va solishtirish va o'lchov idishlaridan foydalanish kabi ko'nikmalar o'rgatilar ekan. Maqsadlari esa asosiy miqdorlarni boshlang'ich sinfda o'rganishning asosiy maqsadlari: miqdor tushunchalarini o'rgatish, o'lchash zaruriyati nimaga kerakligini o'rgatish, birliklarni tushuntirish, natijalarni ifodalash kabi ko'nikmalar shakllantiriladi. Miqdor tushunchasi bu o'quvchilarda miqdor tuyg'usini shakllantirish va amaliy qo'llashga o'rgatish. O'lchash zaruriyati esa nima uchun o'lchash kerakligini anglatish va motivatsiyani yaratish. Birliklarni tushuntirishda esa standart va shartli birliklarning mazmunini o'rgatish va natijalarni ifodalash, o'lchov natijalarini son bilan aniq yozish va talqin qilishga o'rgatishdan iborat. Boshlang'ich sinflarda asosiy miqdorlarni o'rgatishning asosiy vazifalari bu buyumlarni bevosita taqqoslash, ko'nikmasini rivojlantirish, shartli va standart birliklarni ajratish, o'lchov asboblaridan to'g'ri foydalanish, o'lchash natijalarini yozma va og'zaki ifodalash, miqdorlar ustida sodda amallar bajarish kabi ko'nikmalar asosiy vazifalar ekan. Metodik tamoyillari esa amaliy yo'naltirilganlik, konkret ya'ni abstraktlik, ko'rgazmalilik, izchillik va integrativ tamoyillar asosida boshlang'ich sinflarda miqdor tushunchalari o'rgatilar ekan. Demak, amaliy yo'naltirilganlik tamoyilida o'lchash real faoliyat orqali amalga oshiriladi. Konkretlik asosida esa avval sezish, keyin tushunish, tajriba asosida umumlashtirish nazarda tutilgan. Ko'rgazmalikda esa asboblar, buyumlar va modellar yordamida tushuntirish. Izchillikda miqdorlar bosqichma-bosqich kiritiladi. Masalan, boshlang'ich sinflarda massa o'lchov birliklarini o'rgatayotganimizda dastlab massaning asosiy o'lchov birligi kilogram ekanligini o'rgatishimiz va o'shandan keyin miqdorlar asosiy massa o'lchov birliklari o'rtasida bir o'lchov birligidan ikkinchi o'lchov birligiga o'tishlar keyin o'rgatiladi. Integrativlik, ya'ni integrativlikda esa fanlararo bog'lanishlar orqali tushuntirishni kengaytirish nazarda tutilgan. Xo'p, uzunlikni o'rgatish bosqichlari: ketma-ketlik, ko'z bilan bevosita taqqoslash, shartli birliklar bilan o'lchash, standart birliklarni joriy etish. Maqsad buni o'rganishdan maqsad chizg'ichdan foydalanish va o'lchash natijalarini to'g'ri yozish ekan. Massada esa metodikada massa buyum og'irligini ifodalaydi. O'rgatishda qo'lda solishtirish, tarozi bilan amaliy mashg'ulotlar va standart birliklar, gram, kilogramlar bilan tanishtirish muhim natija. Ya'ni massa haqida aniqlik, kuzatuvchanlik va birliklardan fikrlash rivojlanadi. Vaqt va hajm amaliy yondashuv sifatida vaqtni kundalik jadval va soat bilan mashqlar, soniya, daqiqa, soat, kun va yil tushunchalarini o'rgatishdan iborat. Hajmda esa idishlarga qo'yish, solishtirish, litr va millilitr birliklari bilan amaliy tajribalar o'tkazish nazarda tutiladi. Miqdorlar o'rtasidagi bog'lanishlar o'quvchilar uchun muhim hisoblanib, miqdorlar orasida o'tkazmalar, masalan, santimetrdan metrga qiziq miqdorlar masalalarini yechish va miqdor son bog'lanishini o'rgatish bu amaliy matematik komponentlarni mustahkamlaydi. O'qituvchining roli va kutilayotgan natijalarda esa metodik tashkiliy jihatdan o'lchash faoliyatini to'g'ri tashkil etish va xatolarni oldini ko'ra bilish kerak. Tushunchani shakllantirish esa konsepsiyalarni asta-sekin va ongli ravishda berib borish va natijada esa o'quvchilar miqdorlarni farqlaydi, birliklarni biladi, o'lchashni amalda bajaradi va miqdorlar masalalarini ongli yechadi. Va bugungi darsimiz quyidagi shulardan iborat edi.